beramiz. Barchangizni mana shunday Buxoro sharifimizning muqaddas zaminida yashil makon davlat dasturini amalga oshirishda qo'shayotgan hissalaringiz uchun o'zimizning minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hurmatli Prezidentimizning so'zlari bor. Yashil makon vijdonimiz, bugungi hayotimiz, kelajak oldidagi farzandlarimiz oldidagi yuksak mas'uliyatimiz. Demak, yashil makon vijdonimiz, bugungi harakatlarimiz va kelajakdagi katta maqsadlarimiz uchun katta bir imkoniyat va mana shu harakatlarimiz oldida har birimizning mas'uliyatimizning bugun yanada yuqori bo'lishlikka chaqiruvchi bu so'zlari albatta har birimizni farzandlarimiz oldidagi yuksak mas'uliyatni bajarishda har bir oilaning, oila a'zolarining, ayniqsa onalarning mas'uliyati yuqori ekanligini ta'kidlab o'tmoqchiman. Va xotin-qizlar qo'mitasi boshidagi ayol ma'rifati ilmiy ijodiy xotin-qizlar jamoatchilik kengashining 1 million yashil oila umummilliy harakati doirasida bu zaminda musulmon dunyosini taniqli insonlardan biri İmom al-Buxoriyni onalarini dunyoga keltirgan. Bu zaminda 71'larda onalari 71'larda. Shu uchun men sizlardan iltimos qilaman va bir qismini moliyalashtirishga bog'liq tayyormiz. Mana shu buxorolik ayollarimizni tarannum etuvchi tarix va bugunni bog'lovchi filmlarni yaratsangiz, biz hamisha yo'llaringizda turib butun dunyo bo'yicha bu iqlim o'zgarishlari, tabiatga bo'lgan tajovuzlarni oldini olishda o'zimiz turib bermasak, ertaga siz bilan bizdan boshqa kuchli da'vogar yo'q.